Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tergov amaliyoti haqidagi ikki qismdan iborat bepul darsligimga xush kelibsizlar. Ushbu darslik ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi tergovga qadar tekshirish, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atilgungacha bo'lgan bosqichlar va ikkinchi qismida jinoyat ishi qo'zg'atish, gumon qilinuvchi ayb e'lon qilish va tergovni tugatish va ayblov xulosa bilan bog'liq holatlar sizga umumiy asoslarda tushuntiriladi. Demak, darslikka xush kelibsiz. Darslikni oxirigacha kuzating. Demak, boshladik. Birinchi qismni boshlaymiz. Birinchi o'rinda sizlarga tergov organlari haqida tushuncha berib o'taman. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida hozirgi paytda 4 ta tergov organi mavjud. Birinchisi bu ichki ishlar organlari tergovchilari, prokuratura tergovchilari, davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari va to'rtinchisi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tergovchilari. Ushbu 4 ta organ tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida tergov harakatlari olib boriladi. Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha ushbu 4 tala organga o'ziga tegishliligi bo'yicha moddalar, ya'ni jinoyat ishini moddalari ajratilgan va ushbu moddalar asosida bular jinoyat ishini tergov qiladi, sudga chiqaradi, ya'ni dastlabki tergov harakatlarini amalga oshirishadi. Jinoyat ishini birinchi bosqichi ariza bilan yoki xabarlarni ro'yxatdan o'tkazish bilan boshlanadi. Ya'ni, ma'lum bir jinoyat haqidagi ariza yoki xabarlar forma 1 kitobidan, ya'ni 102, ya'ni ichki ishlar organlarini tizimidan yoki boshqa organlarni ariza va xabarlarni ro'yxatga olish kitobidan ro'yxatdan o'tkazishdan boshlanadi. Misol tariqasida, men 97-modda bilan, ya'ni odam o'ldirish bilan bog'liq holatni sizga to'liq tushuntirib o'taman. Qaysi bosqichda, qanaqa bo'ladi, hammasini hozir tushuntiraman. Ariza, xabar kelib tushgan paytdan boshlab, tezkor tergov guruhi voqea joyiga chiqadi. Ya'ni voqea joyini ko'zdan kechirish tergov harakati amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda tergovchi jinoyat ishi bilan bog'liq holatni, ya'ni u qanaqa uy bo'ladimi, avtomashina bo'ladimi yoki ochiq joy bo'ladimi, ko'zdan kechirishdan boshlaydi. Va bu bayonnoma asosida rasmiylashtiriladi. Ko'zdan kechirish jarayonida har bitta detal, deylik, jinoyat ishi bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmasin, ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olish jarayoni boshlanadi. Keyinchalik tergov jarayonida bu narsalarga baho beriladi. Albatta, birinchi o'rinda voqea joyini ko'zdan kechirish jarayonida olingan dalillar jinoyat ishini keyingi, ya'ni u tergov jarayoni bo'lsin, tergovdan keyingi sud jarayoni bo'lsin, hukmdan keyingi jarayonlar bo'lsin, eng maqbul dalillar hisoblanadi. Shunga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni har bir tergovchi voqea joyiga ko'zdan kechirish jarayonida ashyo dalillarni iloji boricha o'sha paytda rasmiylashtirib olishi zarur va shart hisoblanadi. Jinoyat ishini taqdiri birinchi bosqichda shu bilan hal bo'ladi. Voqea joyini ko'zdan kechirilgandan keyin voqeaga guvoh bo'lgan shaxslar aniqlanadi. Ya'ni qo'ni-qo'shnilar, masalan, yoki ko'chada o'tib ketayotgan inson bo'lishi mumkin. O'shalardan tushuntirish xatlari olinadi. Ya'ni holatdan xabari bormi, yo'qmi, qanaqa mazmunda bo'lgan, qachon bo'lgan, shovqinlar bo'lganmi yo masalan boshqa jinoyat ishlar bo'lsa, shu jinoyat ishi bilan bog'liq holatlar bo'lganmi, yo'qmi, shunga oydinlik kiritiladi, ulardan tushuntirish xati olinadi va voqea joyi ko'zdan kechirish bayonnomasiga ilova qilinadi. Va esimdan chiqib qolibdi, voqea joyi ko'zdan kechirish albatta xolislar ishtirokida va ekspert kriminalistika byurosi xodimlari asosida, ya'ni ularning ishtirokida ko'zdan kechiriladi va video tasvirga ham olinadi va foto tasvirga ham olinadi va bu bayonnomaga ilova qilinadi. Tushuntirish xatlari, voqea joyini ko'zdan kechirish bayonnomasi, videosi, rasmlari ilova qilingandan so'ng tergovchi bu holat yuzasidan bo'lgan hujjatlarni bildirgi asosida, deylik, u masalan prokuratura tergovchisi bo'lsa, prokurorga forma 1 kitobidan ro'yxatdan o'tkazish uchun, ya'ni jinoyat haqidagi ariza xabarlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun bildirgi asosida topshiradi. Bildirgi asosida topshirilgandan keyin prokuror rezolyutsiya asosida kimgadir, ya'ni qaysi tergovchiga uni biriktiradi. Tergovchi to'plangan hujjatlarni o'rganib chiqib, jinoyat ishi qo'zg'atish yoki qo'zg'atmaslik masalasini hal qiladi. Ya'ni agar 97-modda bilan bog'liq holat bo'lsa, ya'ni odam o'limi bilan bog'liq holat bo'lsa, murday bor, dalillar yetarli, hamma narsalar bo'lsa, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atish uchun obyektiv tomon, subyektiv tomonlari yetarli darajada bo'lsa, ikkilanmasdan tergovchi jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risida qarorni rasmiylashtiradi va ushbu qaror asosida jinoyat ishi qo'zg'atiladi va jinoyat ishiga
raqam olinadi. Ya'ni jinoyat ishini har bitta soni raqamlashtiriladi, ya'ni unga raqam beriladi. Bu raqam sudgacha bo'lgan bosqichda jinoyat ishini hisobini yuritish uchun kerak bo'ladi. Jinoyat ish qo'zg'atish jarayonida tergovchi qaror bilan birgalikda statistik kartochkalarni ham to'ldiradi. Ya'ni jinoyat ishi raqami, ungadagi bo'lgan holatlar, ya'ni hamma bosqichdagi narsalarni kartochka orqali to'ldirib, statistikaga, ya'ni hali hammamiz biladigan axborot markazi, ya'ni ITSga, informatsion sentrga topshiradi va shu bilan jinoyat ishi qo'zg'atilish raqamlari beriladi va jinoyat ishi dastlabki tergovi o'sha kundan boshlab hisoblanadi. Do'stlar, qo'ldan kelgancha men sizlarga umumiy tarzda tushuntirishga harakat qildim. Keyingi darsimizda jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyingi holatlar, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, ehtiyot chorasini tanlash, so'roq qilish, ayblov xulosa bilan bog'liq barcha qiziqarli masalalar sizlarni kutib turibdi. Keyingi darsda sizlarni kutaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bilim olishdan charchamanglar. Omad hammaga.